Xalqimizda qalampir 40 yilga qarzni uzadi degan ajoyib gap bor. Bu bejiz aytilmagan. Siz ko'rib turgan ushbu issiqxona 7 sotix maydonda qurilgan va bu yerda ilgari meva bog'lari bo'lgan. Asli kasbi o'qituvchi bo'lgan tomorqa egasi esa bu yerda issiqxona qurib, qo'shimcha daromad olishni maqsad qildi. Natija esa kutilgandan-da yaxshi bo'ldi. Oddiy bitta so'z bilan aytganda 7-8 yil oldin do'konga kirib, ballarimga bir dona shikalant olishga o'ylangan bo'lsam, hozirgi kunda kirgizib olib qolgan narsani ol deyman. Asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Nodirbek oila qurib, farzandlari ulg'aygan sari faqat oylik maosh bilan ro'zg'orni ta'minlash qiyinlashib borayotganini angladi. Shu bois qishloq hayotiga xos bo'lgan turli yo'nalishlarda o'zini sinab ko'rishga qaror qildi. Dastlab chorvachilik bilan shug'ullanganman, keyin endi odam borgan sari yengilroq ish qilishga va ko'proq daromad olishga harakat qiladi, ya'ni o'sib borishga harakat qiladi. Chorvachilikdan shu dehqonchilik, issiqxona yaxshiroq ko'ringan, keyin shu narsaga o'tib ketganman. O'zbekiston tumanidagi Sulaymon mahallasida yashovchi Nodirbek xonadoni tomorqasida yaxshi daromad olish imkoniyati borligini bilardi. Bir muddat undan samarali foydalanishga qunt qilmagan bo'lsa-da, vaqt o'tib otasining tavsiyasi bilan aytarli daromad bermay qo'ygan shaftoli bog'i o'rnida 7 sotix issiqxona barpo etishga bel bog'ladi. Boshlanishiga o'zimda kamroq bo'lgan pul, o'sha paytda davlatimiz tomonidan 7% imtiyozli kredit berilgan turgan paytga to'g'ri kelgan va o'sha imtiyozli kreditni olganman, tepa qismini 25 million kredit olganman, tepa qismini o'sha kredit asosida qilganman, pastini istaydigan sohasini qismini o'zim mablag'im hisobidan qilganman. Qishloqda tug'ilib o'sgani bois, dehqonchilik unga begona emas edi. Oilasi bilan maslahatlashib, bilmaganlarini o'rgandi. Dastlab issiqxonasiga pomidor ekib ish boshladi. Shu birinchi yili qilgan yilimda o'zi hamma sarflagan pullarimni chiqarganman. Birinchi yiliyoq. Keyingi yillari bir yil uy oldim, bir yil mashina oldim. Sekin uylar ta'mirladik, to'y qildik. Dastlabki paytda bitta velosipedim bor edi. O'sha birinchi ishga kirgan paytimda shunaqa qilib sekin-sekin orzularga erishib boshladik. Oradan 8 yil o'tdi. Bugun Nodirbek o'qituvchilik bilan birga tomorqada ham mehnat qiladi. Uning aytishicha, issiqxona nafaqat daromad manbai, balki charchoqni chiqaradigan, ruhiy dam oladigan joy hamdir. Baribir ko'pchilikka dars o'tkazgandan keyin asabingiz charchaydi va chiqib qishni kunidamda issiqxonaga kirsangiz ko'kalamzor, xuddi bahor, xuddi boshqa dunyoga tushib qolgan odamga o'xshab asabingiz sekin mehnat qilasiz, jismoniy mehnat qilganingizdan keyin o'zidan o'z charchaysiz, miyada asabingizdan chiqib, jismoniy mehnatga o'tib ketasiz. Bunday qarab, har bitta qilgan ishingizdan zavq olasiz. Bu mana gullayapti, ertaga buncha tugadi. O'zi sekin hisob-kitob qilib, daromadlar kallada hisoblab bo'lasiz hamma yo'qda. Va shu natijasida o'zidan o'zi odam zavqlanadi. Nodirbek kunning birinchi yarmini maktabda o'tkazadi. Ikkinchi yarmida esa uni albatta tomorqasida ko'rish mumkin. Ba'zan hatto quyosh bilan birga uyg'onib, ish vaqti boshlangunga qadar tomorqa ishlarini ham bajarib qo'yadi. O'qituvchi yilning barcha faslini ana shunday sermehnat o'tkazadi. Tomorqadagi issiqxonaga o'tgan yil oktyabr oyi oxirida 2000 tup qora akula navli qalampir ekilgan. Yanvar oyidan boshlab ilk hosilni ola boshladi. 50 kilo boshlanishida shuna boshlaganmiz, keyin 60 kilo, 70 kilo bo'lib sekin-sekin bahorga yaqinlashgan sari hosil ko'payib boraveradi. Yerda amal jarayoni yaxshi bo'lgan sari hozirgi kunda 200 ming so'mdan olishyapti. Buni o'zimizni Qo'qon bozori va Oltiariqda bozoriga olib ketishadi. Issiqxonadan bir yilda 2 marta hosil olinadi. Tomorqadan keladigan yillik daromad esa o'rtacha 150-160 million so'mni tashkil etadi. Albatta bu osonlik bilan qo'lga kirmaydi. Mehnat va harakat talab qiladi. Bugun butun oila shu ish bilan band. O'qituvchilikdan topilgan mablag' ro'zg'or ehtiyojlariga sarflansa, tomorqadan keladigan daromad oilaning qo'shimcha rejalari va ehtiyojlariga xizmat qilmoqda. Bir tup qalampirimiz yarim kilodan 1 kilo va undan oshiq bo'lishi mumkin. Shunaqa atrofida hosil beradi. Buni agar siz nimadir ekaman demasangiz joyingizga, bu qalampir yanagi yil shu paytgacha ham ketishi mumkin, lekin biz uni hosildorligi kamayganligini hisobiga buni may oyining oxirigacha olib boramiz. Qalampirni o'shangacha olib borib terib tashlaymizda, yulib joyiga ishlov berib, mahalliy go'ng nimalarni solib, undan keyin bodring ekishga tayyorlaymiz va mayda oxiri iyun boshlariga bodring ekamiz.
Hop, iyul oyini o'rtalariga borib terishni boshlaymiz. Hali o'shanda 1-2 oy yaxshi misol daromad qilib olinadi. Bu narsa bodring kuzgacha boradi. Kuzdan keyin bodringni yana yulib tashlab, yana qalampir ekishga tayyorlanib, o'sha oktyabrda oxiri, noyabrda boshlariga yana joyda tayyorlab, o'sha paytda yana shunday qalampir ekish jarayonlari ketadi. Nodirbek issiqxona barpo etish uchun dastlab 50 million so'm sarmoya kiritgan. Bugun esa mehnat samarasi bilan har yili sarflangan mablag'dan qariyb 3 barobar ko'p daromad olmoqda. Issiqxonada tomchilatib sug'orish usuli joriy qilingan bo'lib, qalampirlarga suv va o'g'it shu tarzda yetkazib beriladi. Bir necha yil avval mahallaning ayollar daftari ro'yxatida turgan turmush o'rtog'i ham bugun oilaviy mehnatga qo'shilgan. Hozir farzandlari ham ota-onasiga yordam bermoqda. Mehnat, harakat va intilish natijasida bu oilaning yashash tarzi, turmush sharoiti butunlay o'zgargan bugun. Bu kun Maftuna Mamasiddiq va Abdulloh Rashidov, Farg'ona.